chuqurlarni endi men bitta yaqindan kelib ko'rsatay. Agar mana bunaqa katta mashinalar kelib qoladigan bo'lsa, mana qarang, kattaligini. Bu yo'q palasa. Nishon tomon. Gap yo'q, aka ham qo'lini ko'rsatib ketyapti. Yo'llar juda ham dabdala. Negadir radarlarga bizning e'tiborimiz juda ham katta. Men ko'rib turibsizlar, stolbada radarlar bor. Radar qo'yishga juda ham ustamiz. Lekin yo'lga umuman e'tibor berish yo'q. Qashqadaryo viloyati hokimi, siz bilamiz, Land Cruiser Prado'da yurasiz. Bir oddiy xalqqa o'xshab Damas'ga o'tirib, bir Qarshidan Talimarjongacha bir kelib keting. Maza qilasiz. Xalq har doim mana shu ahvolda. Radarlarni qo'yib tashlaganmiz. Gap yo'q radarga, lekin e'tiborimiz juda ham kuchli bo'lyapti. Assalomu alaykum, Xalq dardi kanali hurmatli obunachilari, yaxshimisizlar? Kayfiyatinglar zo'rmi? Charchamasdan, tolmasdan do'stlarim, sizlar bilan anchadan beri ko'rishmay qo'yganmiz. Bittadan like bosib do'stlarim, mana shu videoni kengroq tarqatishga o'z hissangizni qo'shib qo'ying qadrdonlarim. Bugungi videomiz Qashqadaryo viloyatidan, ya'ni Qarshi Talimarjon trassasidan sizlarga zo'r videolar ko'rsatamiz, ya'ni Qashqadaryo viloyati hokimligiga va Nishon tumani hokimligiga yaxshi yo'llarni ko'rsatamiz. Menimcha, sizlar bu yo'llarni ko'rmayapsizlar yo ko'rib turib bo'lsa, ko'rmaslikka olib o'tiribsizlar. Yo'llarning ahvoli dabdala. Mana shuni biz iltimoslar qilib qolamiz. Shu Nuriston shaharchasida bir oddiy hamma qatori yashaydigan fuqaro sifatida. Bittadan like'larni bosib qo'yamiz do'stlarim. Yo'llarni ko'ramiz va hammamiz do'stlar videoni kengroq tarqatamiz. Videomiz yuqori turuvchi, ya'ni respublikamizgacha, prezidentimizgacha borishiga o'z hissangizni qo'shing qadrdonlarim. Bizda bor haligacha mana shunaqa yo'llarimiz bor. Yo'lda ahvolini qarang. Yamalarni qarang. Mana bu yamalarni qarang. Yo'l yo'q, bu yo'llar bilmadim nechinchi, men esimdan taniganimdan beri bu yo'llar shunaqa. Yo'lda ikki tomonida mana bunday oddiy yo'l ochib olgan xalq. Oddiy mana bunaqa yo'lni ochib olgan xalq. Boshqa variant yo'q. Men mana shu Qashqadaryo viloyati hokimligiga iltimos qilib qolardim. Qashqadaryo viloyati hokimi, siz bilamiz, Land Cruiser Prado'da yurasiz. Bir oddiy xalqqa o'xshab Damas'ga o'tirib, bir Qarshidan Talimarjongacha bir kelib keting. Maza qilasiz. Xalq har doim mana shu ahvolda. Mana noto'g'ri tushunmanglar. Ko'rsatmasak iloji yo'q. Yo'llarga e'tibor yo'q. Avariyalar hammasi mana shu yo'llarda deb chiqib kelyapti. Radarlarni qo'yib tashlaganmiz. Gap yo'q radarga, lekin e'tiborimiz juda ham kuchli bo'lyapti. Gapim to'g'ri bo'lsa, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Radarlar esimizdan chiqib ketmayapti, lekin qo'yib tashanmiz radarlarni. Lekin yo'l esimizdan chiqib ketyapti. Ko'rib ko'rmaslikka olib o'tib ketyapmiz. Mana ahvol. Albatta videomizni kengroq tarqalishiga o'zingizni hissangizni qo'shib qo'ying. Biz dal ketamiz, sizlarga ko'rsatamiz. Nishon trassasi. Yo'llar vobshe dabdala. Mashinalar qaranglar, hozir qanday o'tadi. Hozir ko'rsatamiz, hozir. Bitta ko'rsatamiz. Bu yo'llarga e'tibor beradigan hech kim yo'q. Mana strechadan o'tib ketilyapti. Palasa chizilgan strechadan o'tib ketilyapti. Iloji yo'q. Strechadan mashina kelib qoladigan bo'lsa, strechadan mashina keladigan bo'lib qolsa, men bu yoqdan abuchinadan, endi bilmadim o'zbekchasiga nima deyiladi. Mana tez mashina kelyapti hozir. Qaranglar qanaqa avariyli holat yo'l uchun. Mana bu yoq dunglik. Tomon dunglik. Mana bu tomon mana. Iloji yo'q. Dastdan tushib ketyapti ko'pchilik. Chuqurlarni endi men bitta yaqindan kelib ko'rsatay. Agar mana bunaqa katta mashinalar kelib qoladigan bo'lsa, mana qarang, kattaligini. Bu yo'q palasa. Nishon tomon. Gap yo'q, aka ham qo'lini ko'rsatib ketyapti. Gap yo'q lekin. Kimdir bu narsani ko'rsatish kerak-ku. To'g'rimi? Qachongacha endi jimgina o'tiramiz mana. Damaslarni qarang mana. Xullas, bular xalvasi hali, dalsh ko'ramiz, dalshi. Kerak bo'lsa. Ana biz yo'llarimiz. Mana qaranglar qanday
qanday ketyapti. Xavfsizlik bu yoq ham xuddi shunday boyagi do'ngli joylar. Dab-dala, lekin to'xtab oldi bir chekkaga. Chetga to'xtab ol. Chet, abuchinaga ham to'xtamaganga yo'lda changni ko'rmaydi. Va ana qatnov qism. Xullas, mana Qashqadaryo viloyati Nishon tumani, ya'ni Nishon Talimarjon trassasi. Yo'llar juda ham dabdala. Negadir radarlarga bizni e'tiborimiz juda ham katta. Men ko'rib turibsizlar, stolbada radarlar bor. Radar qo'yishga juda ham ustamiz. Lekin yo'lga umuman e'tibor berish yo'q. Qashqadaryo viloyati hokimi, sizga bu iltimosimiz. Mana shu Nishon tumanida sizga iltimos qilamiz. Mana shu yo'llarga bir e'tibor berishingizni. Endi to'g'ri, siz Land Cruiser Prado'da yurasiz. Sizga bilinmas, lekin bu xalqimiz Damas, Cobalt, Nexia'larda yursa, lekin juda ham bildiradi. Siz ham bir xalq qatori Damasga o'tirib bir kelsangiz, Qarshidan Talimarjongacha, Pradoda emas, Damasda kelsangiz bir. Qatnov kichik qatnov emas, mana ko'rib turgan bo'lsanglar, umuman to'xtamayapti. Mashinani o'z izi uzilmayapti. Mana chuqurlarni qaranglar. Chuqurlarni. Dabdalasi chiqib ketgan mana. Dalchi, bu yog'i do'nglik. Hamma abuchinadan harakatlanyapti. Mana keladigan mashinalarni qarang. Yoki qarama-qarshi yo'lga chiqib ketishga majbur. Nishon tumani hokimligidan, Qashqadaryo viloyati hokimligidan iltimoslar qilib qolardik. Mana shu yo'llarga ozgina e'tibor berishni. Yo'llar juda ham dabdala bo'lib qolgan, juda ham achinarli holatda. Mana. Yo'ldan deyarli hech kim yurmaydi, hamma yo'lda chetidan yuradi. Bu yo'ldan yurib bo'ladimi? Radarchilarga gap yo'q ekan. Mana shu bilmayman, sanagamiz yo'q. Nechtalar radar bor taxminan mana shu 70 kilometrga? Ko'prik usti qayerga qochish kerak u chuqurga? Iloji yo'q, tushib o'tasiz. Sekingina tushib o'tasiz chuqurga. Dabdalada. Masa ozma yangi mashina. Yangi hali bildiryapti. Sanoqlar olinmagan hali. Yangi mashina. Menga o'sha bildirib turibdi. Mana. Gres pavorotiga keldik. Xalq tilida aytganda, ya'ni Nuriston shaharchasi bromiga keldik. Talimarjon ES degan katta zavodimiz bor. Yonimizda JTL zavodimiz bor, Ximzavod, hammasi bor bizda. Bitta kamchiligimiz yo'limiz, bitta kamchiligimiz. Qolgani gap bo'lishi mumkin emas. Gazimiz bor, svetimiz bor. Hammasi zo'r, bitta kamchiligimiz ana shu yo'l kamchiligimiz. Shu yo'l kamchiligimizni ham to'g'rilasak, ketdi garmoshkalar ham boshlandi. Ana bu yoqda endi uncha bilinmayotgandir. Mana qaranglar, chuqurlar. To'xtadi mana shu yoqqa. Xalq g'amini o'ylab turgan o'yingizdan aylanay. Sportivkalar bir joylashgan bo'yingizdan aylanay. Qo'lingizdagi kapkirni beringdagin kelingga. Bizning Nishon tumaniga bir qidirib kelingda. Umidadan sor taksi minib keling og'ajon. Qarshi Gres yo'llaridan yurib keling og'ajon. G'adir-budir yo'limizni ko'rib keling og'ajon. Faqatgina kelganingiz hokim bova bilmasin. Yo'lingizga gullar yigib bayroqlarni ilmasin.
byudjetchi dugachlarim supur sudur qilmasin. Shu issiqda yo'l chetida oboralar bo'lmasin. Joningizga sherik bo'lib sehrgarlar jurmasin. Vodka yemas, vodka deb sizni yo'ldan urmasin. Ha, aytganday yurtalutdan turib bizga qaramang. Charchab qolgan asabimiz yurtishkada toramang. Nuriston bor bu cho'llarda peshanasi terlagan. Necha yillar intiq qilib biror pochcha kiymagan. Odamlari zamonaviy sovetskiy qishloqmiz. Krelobning ertagidan tushib qolgan pishloqmiz. Moda bo'lgan tatuajlar momada bor, qizda bor. O'rta Osiyoda bitta igiz degan bizda bor. Nega sizni taklif qildim? Muammo bor og'ajon. Olmisoqdan qolgan bizda bittagina bog'cha bor. Devorlari ko'nagina, oybanchasi juda tor. Bolangni qo'yay desang 1001-navbat ol. Hokim buva muammong hal, qobilimdan qoch deydi. Bankdan kredit ola solib uydan bog'cha och deydi. SSRning kottejida bog'cha ochib bo'laman. Davlat bog'cha qurib bersa kasat bo'lib qolaman. Sizni jomon desak agar ko'r bo'lamiz og'ajon. Siyosatda tushunmagan g'o'r bo'lamiz og'ajon. Rahbarlikning ishi qiyin, qorasi bor, oqi bor. Lekin og'a g'oznangizda bolalarning haqi bor. Tilimizga yerk berdingiz, sizdan juda rozimiz. Har bir chiqqan qarorlarga biz o'zimiz qozimiz. Bog'cha seti qurishmas-ku, investitsiya kerak emas. Besar jurgan bolajonlar jurtimizga bezakmas. Nuristonga katta bog'cha qurib duo olingiz. Xursand bo'lgan onalarning yuragida qolingiz. Mayli bizning Nuristonga turk aktyori kelmasin, kaltapaxin biror ayol orqasidan jilmasin. Mayli bizning ullarimiz Dubaylarga uchmasin. Mayli bizning kuyovlarda Habib kelib quchmasin. Men ham yozgan she'rim uchun tamagirlik qilmayman. Boz ustiga mashinani haydashni ham bilmayman. Faqatgina bolajonlar bog'chalarda o'ynasin. Cho'limizning issig'ida ko'cha sanqib jurmasin. Erkinlikka zo'r ishonib aytib qo'ydim she'rimda, esim bilar chaqirtirib qo'rqizmasda erimda.